O'rtoqlar, hammaga salom. Bugungi obzorimizda LG 9 kilolik kir mashinamizni ko'rishingiz mumkin. Buni полностью profilaktikaga olib kelganmiz. Oldidagi korpuslari hamma joyi zanglab ketgan, chunki latokdan suv oqqan. И plus mana bu yerda manjeti ham yirtilib ketgan o'rtoqlar. Kусочек buni ham полностью yangi qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, ochib полностью obzorini ko'rsatib beramiz. O'rtoqlar, kir mashinamizdan уже полностью ochib bo'ldi. Ichki soстояниесini ham ko'rishingiz mumkin. Hamma joyi yuvib tozalanishi kerak. Manjeti ham yirtilgan. Bunisini ham полностью yangi almashtirib beramiz. Barabarni ham ko'rishingiz mumkin soстояниесini и korpuslari ham zanglab ketgan. Bu yo'llarni ham полностью tozalab, kraskilab beramiz. To'g'ri, kir mashinamizdan bak barabarlari ham hamma joyi tayyor bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Yengidek, top-toza bo'ldi. Bu yoq taraflarni ham hamma joyi yengidek bo'ldi. Korpuslarni ham полностью zanglagan joylarini tozalab, kraskilab oldik. O'rtoqlar, kir mashinamizda tayyor bo'ldi. Xudo xolasa qilingan ishlar bo'ldi. Полностью profilaktika qildi. Oldi taraflari zanglab ketgandi. Boshidagi videoda ko'rgan bo'lsangiz, hamma joyini oppoq qilib berdi. Plus manjetini ham almashtirib berdi. Yengisiga latoklarni ham ko'rishingiz mumkin. Yengidek bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'rtoqlar, demolar pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Uylarga borib o'zimiz olib ketib, yana qaytib olib borib beramiz. 2 kunda tayyor bo'ladi. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar.